U geldi. Birinci bölüm. Abduri Ketran. Birinci. Sayahat. Murat muallim ta'tilning birinchi kunila Lopnur sayohatining tayyorligini boshlab etdi. Sayohatni amaliyotda u o'zi bosh bo'lib uyushtirgan bo'lib, bir necha o'quvchisi Lopnurga berib, haqiqiy sirtning turmushini kechirishni boshdan o'tkazib beqish ham o'quvchilarning o'z ehtiyojidan chiqish iqtidorini yuqori ko'tarish maqsad qilingan alohida ahamiyatlik yozliq lager faoliyati desam bo'ladi. Murat muallim bilan birga sayohatga mang'irgan bashaylanma nihoyat qizg'in kayfiyatda safar tayyorligini boshlab etdi. Atsi kichik bolkovoy mashina tekli makonni kesib o'tib Lopnurga yetib keldi. U barliq lozimatliklarni mashinadan tushirib, yaqin atrofdagi kishilarning uyiga o'rnashgandan keyin mashina qaytib ketdi. Murat muallim o'quvchilari bilan birlikda yerlik qarindoshlarning beliq kavob ziyofatiga daxil bo'lib, haqiqiy yerlik usuldagi kavobdan dedi. O'zlari kichik qiyiqqa o'ltirib beliq tutdi. Cho'qqa ko'mach ko'mib ko'mach qildi. To'g'roq yog'ichidan har xil narsalarni yasadi. Ular 3 kun ichida o'zlari shaharda bir umr ko'rolmaydigan nurg'un narsalarni ko'rib, haqiqiy chet yezi turmushining lazzatini ham jafolarini ancha-muncha tetiqandek bo'ldi. Albatta, Anvarmo Orzugulning yenidan bir qadam ayrilmadi. Beliq tutsa kavob qilib Orzugulga berdi. Qiyiqda o'ltirsa, uning qishida o'ltirib kelishmaslik yuz berishning oldini oldi. Texi daryo yoqsidan nurg'un chiroyli g'alit toshlarni yig'ib uningga so'q qildi. Ishqilib, bu qatimqi sayohat boshlanmasla bir jup yosh boshqalarning havasini qo'zg'ab bir-biridan bir qadam ayrilmadi. Orzugul Anvar ikkisi texi bir oy burun rasmiy o'rilishni boshlagan bo'lib, uningdan burun izchil saboqdoshlik munosabatidan olqimigan edi. Bu qatimliq sayohatning eng alohida yeri shuki, sayohat kelgan Bashaylan, Anvar, Orzugul, Jo'shqun, Abdulla, Xolida Bassi maktabning o'rganish ulgulari bo'lib, natijasi izchil maktabning oldida turadi. Har yili maktabning o'qish mukofotiga erishib turadi. Eng tilga elishga arziydigan yeri shuki, bu Bashlisining munosabati intayin yaxshi bo'lib, doimli birga yuradi. Ularga maktabdagi hammasi degidek havas qilishadi. Asli maktab o'qish mukofoti tuzilmasiga asosan butun maktab imtihonida eng yuqori nomerga erishgan bireylar maktab rasxorti bilan chet elga chiqib davomli yuqorilab o'qish fursatiga erisha oladigan bo'lib, bu fursat har bireylar uxlasa, tushidimi orzu qiladigan cho'ng yaxshi fursat deyishga bo'ladi. Ular imtihondan 2 kun burun janubiy taqqa sayohatga chiqqan bo'lib, bu haqda munozirlashib birlikka kelib bo'lgan edi. Ya'ni mayli oramizdan kimlar bu fursatga erisha olsin, boshqalar cho'qim xushallik bilan uni qutluqlash, imtihon berib bo'libla Lopnurga sayohatga berish, sayohat tugashdan burun hech kim imtihon natijasini surishtirmaslik ham o'to'g'irlik so'z ochmaslik. Ular deyishi vog'inidek hech kim o'to'g'irlik so'z ochmay nayt xushalg'uram o'ynadi. 3-kundan boshlab muallim ularga dala turmushini haqiqiy tetib ko'rish fursatini yaratib, ularni boshlab kenitdan 2 soat yiroqlikdagi bir toshlanib ketgan kenitga opadi. Bu kenitda bir ko'l bo'lib, ko'lning suvi nayt suzuk. Atrofi yop-yeshil daraxtlar bilan qoplangan bo'lib, manzarasi intayin chiroyli. Ular hammasi degidek bulardan ajablandi. Xaroba uylarning silinishimi nayt puxta bo'lib, odatdagi aholilarning uyiga o'xshamaydi. Ular bu yerga yetib kelganida olli burun qorong'u tushgan bo'lib, ular bu tashlandiq kentdagi aholilar o'ltirdigan boyqi kenatdan xil chiroyli ekanligini his qilgan bo'lsa-mu, lekin kenatdagi qo'yib o'sgan daraxtlar, tashlandiq uylar, naladindir kelayotgan g'alati ovozlar ularni sal sur bostirdi. Saboqdoshlar, ketib ketdi, chetirtikayli, dedi Murat muallim tashlandiq uylarga qaragach. Ko'pchilik bu kentning nemishqa bundoq tashlanib ketganligini munozir qilgach chetirtikyotdi. Balkim bu yerda jin bordi, deb sat ijoydi Anvar. Orzugul darhol chiqishib qo'ydi. Bugun ba bo'ldi mana.
ko'pchilik kulishib qo'yib ishini qilaverdi. Bu chog'da kun o'ltiray degan edi. Ularning orasidagi ko'l suyi sehrlangandek ochiq bir choy qilib jimjitib qoldi. Mazkur asarlarni tushirib anglamoqchi bo'lsangiz, xalqim to'r betiga marhamat qiling. To'r bekat adresimiz www.chekit xalqim chekit.cn. Xalqim to'rdan tushirib anglang. Rivayet. Chidir ishchi qaynon toshqinliqqa cho'mdi. Ular naqsha aytib, qarta o'ynab, hattoki yondagi chidirda yolg'iz xotir yezayotgan Murat muallimni izidan chiqarib qo'yishdi. Chidirdan ga qoqoqlab kulgan ovoz, ga naqsha ovozi, ga ko'pchilikning tangni chabaqchilib cho'qirgan ovozi anglatdi. Bu kichik chidir qop-qora kanatning o'tirg'a ko'zga ko'rinib qolgan bo'lib, atrofdagi uchar hasharotlarni bu chidirga hayron bo'lib uchib kelib marapa qatdi. Shu taraqqida vaqt yarim kechaga bordi. Ularmo qapoqlarining yumilib ketayotganligini his qilib, Orzugul bilan Xolidani qoldirib qo'yib, yondagi chidirga, Murat muallimning chidirga uxlashga chiqib ketdi. Orzugul tush ko'rdi. Tushida Anvarning bir jup qo'li qip-qizil qonga bo'yalgan edi. Orzugul cho'chib darhol Anvarning bo'yniga esildi. Anvarning bo'ynidagi qon sirg'ib chiqishga boshladi. Lekin Anvar yanli kulgin so'zlar o'tadi. Dal shu chaq Murat muallimning qattiq vaqirgan ovozi ko'pchilikni uyg'otib etdi. Ular cho'chiginicha yugurib sirtga chiqdi. Murat muallim ko'l bo'yida yerga qarab ketib qolgan edi. Orzugul yerdagi uzilgan qo'l qarab chiyqirib etdi. Anvar! Yerda Anvarning qo'l soati uzilgan qo'ldan ayrilmay qonga chilinib turadi. Orzu qo'rqqandan o'chirin ketdi. Ko'pchilikmi qo'rqqandan gap qilishga petinolmay ang'ib qolgan edi. Bu zodi nemish? Murat muallim Orzugulni yo'lab chidirga akirdi. Shu tap ko'pchilikning yuragi qepidan chiqib ketayli deb qolgan edi. Xolida bu ichinishlik manzardan qo'rqib buqildab yig'ilib etdi. Murat muallim bo'lsa Orzuga qarag'ach qattiq xiyolga cho'kib ketgan edi. Uning qalin ko'zoynagi ostidagi pildirlab turgan ko'zlardan bir xil qo'rqinch vahima sizvag'ini bo'ladi. Ansirgan ish oxiri yuz berdi. Ko'pchilik Murat muallimning bu gapini anglab hayronlik nazarda uningga qaradi. Muallim Xolidaga Orzuni o'shiq keltirishni ishorat qildi. Ham ko'zoynagini ilib, ko'zini o'g'litib, so'zini davom qildi. Kechada men Anvarning telefonini ko'rib chiqib ketganligini bayqadim. Lekin uni hojatga chiqadigan o'xshaydi deb e'lon qilmabdiman. Birdam o'tmayla sirtdan g'alati tebish anglanganligini bayqab yugurib chiqsam, qolgan ahvollarni o'zinglar bilasizlar. Amsa siz ansirgan ish deganingiz? Abdulla bo'g'iq ovozda so'radi. Asli burilla sizlarga deyishni o'ylashgan. Lekin ko'pchilikning kayfiyatiga ta'sir etkazishni xohlamadim. Uning ustiga o'zim bu ishni qo'rqsiz cho'chak o'xshaydi deb e'lon qilib ketmabdiman. Tezroq tanga muallim, zodim emas. Jo'shqin titrek ovozda so'zladi. Asli biz turgan bu mahalla nihoyatdaovat mahalla ekan. Bu xaroba uylar bo'lsa, Lopnordagi harbiy qismning uylari ekan. Bu yerdagi kishilar biz ko'rganimizdek beliqchilik va ovchilik bilan turmushini qandaydi ekan. Harbiy qism bu yerga kelib uzun o'tmay yerlik aholilar qismiga bu kentdagi ko'lda g'alati maxluq borligini inkoz qildi. Lekin
harbiy qismdagilar boshda ishonmay ancha iranqib ketmabdi. Ammo bir yilga bormayla necha harbiy ko'l atrofida yo'qolib ketib, jasad tepilibdi. Jasadlarni qiyni sho'rilgan bo'lib, faqat terisi bilan usqunla qopdi. Shu chaqda harbiy qism bu ishga qattiq astoydillik bilan qarab, kanatdagi 5 qadamlardan bu g'alati maxluq to'g'riliq ahvol egilibdi. Kishilarning deyishicha, bu maxluq to'qim deb ataladigan bo'lib, ko'rganlar jonliqning qinni sho'rib oladi ekan. Odatda qo'y kalalarning badaniga chaplashib, uning qinnini sho'raydigan bir parazit qurt bo'lib, u ko'pchilik doim uchratib turadigan solji, ya'ni kalamantan. Bu hayvonning badaniga chaplashib olgandan keyin terini teshib, go'sht ichiga potirib, qinni sho'raydi. Uzoq muddat davomlashgandan keyin uning badani shu hayvonning go'shi bilan bir jismga aylanib ketadi. Ondan o'zliksiz kengib, hatto uning qinini sho'rab, tugitib olaq qiladi. Ana, dal shu kichik hasharat doim mamkap to'zg'oqlarining ustida tuxumlamish. Hasharat bolalari mamkap bilan tang uchib, qumliqlarga, o'rmonliqlarga, ko'llarga tushib, ondan shu yerda ko'paydi ekan. Ular ko'payib tushgandan keyin bir-birini ko'rsa, berkib choplashib oladi ekan. Aslida alayda yashash iqtidoriga ega bu maxluq hasharatlar bir-birini ko'rsa choplashib, borgan sari yo'g'onaydi ekan. Yo'g'ongan sari u nishonimi cho'ngib, yo'g'on beliqlarga choplashib, birdanla qinni sho'rab tugitadi ekan. Harbiy qism bir ishinib, bir ishonmay, oxiri yerlik dehqonlarning hamkorlashishi bilan necha kalani terik biti chambarchas bog'lab ko'lga chiqibdi. Anda yana bir uchiga po'lat sim bog'lab mashinaga chigibdi. Uzoq o'tmayli suv yuzi davolg'ib qala tipirlab ketibdi. Kishilar darhol mashinani qo'zg'atib, po'lat sim orqali qalini so'rab chiqibdi. Ayhannas, naq maydondagi kishilar o'z ko'z oldidagi manzardan cho'chib, o'chidan ketkilar tasliq qopdi. Shu top bir yor harvining chaqiriq cho'nliqdagi qop-qora maxluq qalaga chaplashib, qinini sho'rayotgandek. Harbiylar nima qilarini bilmay, darhol g'alati maxluqni o'qqa tutibdi. Lekin ko'pchilikni hayron qoldirgudek bir voqea yuz beribdi. G'alati maxluq xuddi uzilgan tasvirning tonisidek sho'lokkada ajrab, millionlagan ushaq hasharatga aylanib, so'g'ib ketibdi. Harbiylar bu ahvolni ko'rib, darhol bu yerdagi xalqni tarqoqlashtirib, biz necha kundan keyin turgan shu mahallaga ko'chirib olib berib o'tibdi. Keyin bu ham shundoq odamzot oyoq bosmaydigan jintak ko'rchaga aylanib qopti. Ko'pchilik xuddi bu ishlarni o'z ko'z bilan ko'rayotgandek tallari shurkinib ketdi. Murat muallim so'zini davomlashtirdi. Biz xalq orasidagi rivoyat rasyolg'ini noma'lum. Lekin do'stimning deyishicha, keyin bu yerdagi aholilar ko'chib ketgandan keyin bu kentdagi mollarni sug'org'ili kelgan chorvachilarning qo'y, qollari yo'qolib ketgan ekan. U maxluq ziyoda ichirqab ketgachga quruqliqimi chiqib o'lja izdamish. Men buni faqat bir rivoyat xolos deb e'lon qilib ketmabdiman. Bu chaqda ko'pchilikning xiyol ekranida o'lim vayzi piqirashga boshladi. Xolida bilan Arzu tangli yig'lashga boshladi. Jo'shqin bo'lsa, darhol mushtini tugib, o'dildagi Murat muallimga aytilgan peti inkiga birin soldi. "Ablah, biz endi o'lib ketamdiq. Bizni nima qilib bu yerga boshlab kelasan?" Uning o'llari putilgan bo'lib, ovozi qonindan yirtilib chiqayotgandek sat ham bo'g'iq chiqatdi. Abdulla darhol berib Jo'shqinni tortib, uni ching'ida quchoqlab oldi. Murat muallim bo'lsa, yerdan ko'zoynagini elib taqib olib, yerga qarab tushkun o'ltiratdi. Jo'shqin yig'lagan peti asabiylarcha vaqirdi. "Biz tugashdik! Biz tugashdik!" Jo'shqin vaqirgan sari chidir ichi texmi badbashira surlik bo'lib ketayotdi. Sirtdagi hasharatlarning ovozimi ularga olvostining ovozidek bilinib, kechicha puxlayolmadi. Asarning davomini keyingi sondan anglaysizlar.